Привет, мои дорогие. Как там вы поживаете? Akmal to'g'risida bitta latifa aytib beraymi? Короче, bitta Akmal degan oshnamiz borda, uni teplitsasi borda, u pomidor badring ekatdi. Ulug'bek degan oshnam keyin bir kuni kelibdi, Akmal debdi, seni debdi, ishingga ham havas qilardim. Katta daromad qilyapsan, menga ham o'rgat shuni debdi, bahor ekanda. Yani bu debdi, Akmal keyin usta bola ekanda, suvarish ekanda. Ulug'bekni uyiga bir ixcham qilib teplitsa qilib beribdi-da. Teplitsa qilib bergan ekan keyin. Qaydan olib kelib ekasan debdi, Akmal debdi. Degan yur deb zo'r joyi bor, olib kelib ekan, ikamiz teng chiqaramiz deb, pishsa ham debdi. Pomidor, badring qilib aralashtirib ekishibdi Odil aka. Aralashtirib ekishibdi. Endi mahal Ulug'bekni badring pomidorlari pishmabdi, Akmalniki pishibdi-da. Bo'ldi, keyin Ulug'bek haligi rosa kuykanadi. Nimaga debdi? Shu yerda meni ajratishyapsan debdi. Nimaga menga yaxsini olib bermading debdi. Akmal o'zingga zo'rini olib olding debdi. Degan ekan, Akmal yo'lini o'rgataman debdi, qanaqa qilib tez pishishdi debdi. Nima ekan uni yo'lini degan ekan. Uyindan debdi, katta televizorda olib chiqib debdi. Qarningni ichiga debdi. 18+ qo'yib qo'yasan debdi. Pomidor badringlar uyatganidan debdi, qizarib ketadi debdi. Pishib ketadi degan ekan. Ulug'bek ham shunday boribdi, uyda televizorda olib chiqibdi. Qo'shnisiniki Bozorovoyni televizorga olib chiqib, ikki tomondan qo'yib 18+ qo'yib beribdi. Ertasi kuni Ulug'bek Akmal chaqirarmishda. Ha do'stim deb chiqsa, bilat deb seni debdi. Tavsiyang bilan debdi, mana qiluvdim debdi. Nima oldu, pomidorlaring qizarmadimi degan ekan. Pomidorlarim qizardi debdi. Badringlarim qiyshayib ketdi degan ekan. Bo'ldi. Akmalni Ulug'beklarga jo'natib qo'yamiz. Tugadi demangiz.